o'ng tomondan insulт bo'lganman. 2 yil bo'lgan insulт bo'lganimga. Mana qo'l ochilmas edi. Qo'llarimda og'riq, ochilmasliklar bor edi. Oyoqlarim tortilib qolardi. Davleni chiqib tushib turardi. Davlenlarim ham soz. Hozir yaxshi, o'zgari kuchliga zo'r foyda berdi. Men Mustafid Keldir G'allaorol tumanidan Jizzax viloyati reabilitatsiya markaziga davolanishga keldim. Insult bo'lganman, 2 yil bo'lgan insult bo'lganimga. Birinchi kelishim bu yerga davolanishga. Qo'lim tortib turardi, mana qo'l ochilmas edi. Oyoqlarim tortilib qolardi. Oyoq endi yurishga o'tyapti. Davleni chiqib tushib turardi. Davlenlarim ham soz. Hozir yaxshi, Xudoga shukr. 10 kun davomida reabilitatsiya markazida parafin, massaj, intrafaret Temiz 10 kun davomida davolandim. Menga zo'r foyda berdi. Qo'llarimda og'riq, ochilmasliklar bor edi. Qo'llarim yaxshi ishlamas. Asta-asta qo'yib yaxshi bo'lib qolyapman. O'zgari kuchli. Hozir yaxshi davo topdim, Xudoga shukr. Yana 4 oy 3 oyda yana bir marta kelib davolanib, Xudo xolasa yaxshi bo'lishga harakat qilamiz. Bu yerdagi doktorlarga, medsinstra, sanitarga hammasiga rahmat. Yaxshi joy. Kelib davolanishlarimiz mumkin.